Salom do'stlar. Men sizlar bilan Ryzen Maxman do'stlar. Bugungi videoda biz o'rtog'imni, ya'ni o'rtog'im Ryzen uni kanalida sirli joy degan joy bor. O'shga hozir biz borib ko'rmoqchimiz. Lekin meni o'rtog'im uni topishlik uchun anaqa deb yozsalar chiqadi. Ryzen Craft deb yozsalar chiqadi. Uni o'sha aytgan joyiga hozir biz borib ko'ramiz. Ketdik. Hozir bu yoqda mana shu qaylasizlar degan. Men uni videosini ko'rib, qattaligini bilib olganman. Lekin ikkinchi sirli joy deganda u aytgan menga. U obunachilarga aytganda, obunachilar u yoqqa borib bo'lmaydi, kunduz kuni bo'lmaydi degan. Hozir o'sha ko'ramiz. O'sha yolg'on ishlatgan bo'lsa kerak-da. Hozir ko'ramiz do'stlar. Mana shu yerdan chegaradan o'tasizlar. Birinchi chegaradan, ikkita chegara o'tiladi yo'qdan. Mana shu yerdan hozir to'g'ri yurasizlar. Mashinalarni polni xullas sal tezroq mashina olinglar, lekin sekin bo'lsa farqi o'zingizlarga bog'liq. Hozir mana shu yerdan sekin qaylamiz, mashina urolmaylik. Men ham dron olgandim, lekin shu o'rtog'imniki bilan bir xil olgandik biz. Bir xil olganmiz. Antennasi sal qisqaroq. O'sha yo'ldan borib ko'rib hozir ikkinchi chegaradan o'tib olasizlar. Hozir mana shu yerga kelgan. U kechki payt borgan, men kunduzi borganman. Kunduzi boraman. Shu yerda to'xtaganda, yo sal orqaroqda o'tib ketdi. Bo'ldi, mana keldik. Mana mashinaga to'xtaylik, sekin pоворотni yoqib. O'chiramiz pоворотni. Buni yoqib tushirib rulga boramiz, ketdik. Endi anaqa boramiz. Mashina sal zo'rada-da. O'zimman dronimda hozir borib uchirib ko'raylik. Dronimni mashinada bo'lishi kerak. O'rtog'imni obunachi aytib qo'ygan. O'sha lokatsiya bo'yicha keldim men ham. Endi hozir boramiz. Mana obunachilar. Mana ikkita narsa turdi. Mana shu narsa bo'lsa kerak. Mana narsa bo'lsa kerak. Ketdik, hozir boramiz. Lekin yurasizlar. Ariq bor mana bitta. Ariqdan ehtiyot bo'lib tushasizlar. Sirli joy degani mana bu bo'lish kerak. Mana kema masxaraboz bo'ladi. Bo'lish kerak-da o'zi. Kerak. Sekin tushamiz ariq. Tushamiz. Ana. U masxaraboz menimcha kechasi chiqadi. Qani biz ketdik. Endi kechasi kelamiz o'rtoqlar. Kechasi bo'lgandan keyin men hozir chiqaman, borib taksi qilaman-da. Keyin mana shu kechqurun bo'ladi. Kechqurun bo'lganda kelib ko'rib ketamiz. Ketdik do'stlar. Kechqurun bo'lganda men o'zim video yoqaman. Mana do'stlar, mana shu yerga keldik. Hozir yana o'sha joyimizga qorong'iligini qaranglar. O'ta qorong'. Shu kemacha. Qizil narsasi nima ekan? Men bilmadim endi. Mana. Mana masxara bor. Ko'rdingizmi? Mana bu yerda kemacha bo'ladi. Agar mana shu kino bo'ladi, nima bo'ladi? Serial bo'ladimi? O'shansini ko'rgan bo'lsanglar, bitta like, obuna bosib qo'yasizlar. Hammaga xayr, sizlar bilan Ryzen Max bo'ldi.